Assalomu alaykum hurmatli Digital Academy talabalari hamda obunachilari. Navbatdagi dasturimiz va'da qilingandek ABY Fine Reader dasturi. Ya'ni PDF hujjatlarini tahrirlovchi, PDF hujjatlarga ishlov beruvchi dasturlar. Ko'pchilik maxfiy dastur deyishadi, lekin hech qanaqa maxfiy emas va noqonuniy emas. Lekin e'tiborli jihati ba'zi bu dasturni to'g'ri yo'lda foydalansangiz juda ham yaxshi do'stingizga aylanadi. Noto'g'ri yo'llarda foydalansangiz sizni eng yaxshi dushmaningizga ham aylanadi. E'tibor bering, eng yaxshi dushman. Demak, boshladik. Zaruriy dasturlar ko'pchilik so'rashadi, nimaga meni kompyuterimda ushbu dasturlar yo'q? Shunchaki siz yuklamagansiz yoki Digital Academy talabasi emassiz. Barcha Digital Academy talabalariga ushbu dasturlar fleshkada, ya'ni tashqi xotirada taqdim etiladi. Bizda 16-si hozirgi kunda eng oxirgisi, eng yangisi va eng optimali. O'rnatishlar ham biroz vaqt oladi. Shuning uchun bemalol joylashib oling, xuddi menga o'xshab. O'rnatish jarayonlari mana bir me'yorda ketyapti. Bizda ushbu oyna ochiladi. Dani bosamiz. Biroz kutamiz. Ba'zi holatlarda kerak bo'lsa, kompyuterimizni qayta yuklashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni zamonaviy lahjada aytganda, перезагрузка qilishimiz zarur bo'ladi. Перезагрузка qilmasak, ba'zida ishlamaydi. Mana PDF faylimiz mavjud. O'ng tugmani bosdik. Marhamat. Mana marhamat. Открыть Fine Reader, konvertировать avtomat ravishda, ya'ni ilovani dasturni ochmasdan turib, ilovani ishga tushirmasdan turib, tashqarisida bemalol ishlatib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni keling ochaylik birinchi. Qanaqa imkoniyatlari bor ekan. Bundan oldingi darslarimiz o'tib o'tganimiz Adobe Acrobat Pro va o'z oddiylardan tashqari marhamat. Bir necha qulayliklar bor mana. Birinchisi bu ikkinchisi mana qanday belgilab qo'ysak, xatolarni belgilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Sayt, ya'ni joylashtirish. Ma'lumotlar joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Добавить штамп mana. Mana, ya'ni belgilab qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Yoki-da o'zingizga tegishli qo'yib olsangiz bo'ladi. Bemalol создать yoki-da редактировать-ni qo'yib bemalol qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Исправный, ya'ni to'g'ri, mana marhamat. Hikmat bosdik va yozamiz. Maxfiy korxonangiz yoki ichki tashkilotlarda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Maxfiy joylashtir va buni bemalol ko'paytirishingiz yoki joyga ko'chirishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Tarafga o'tdik. Добавить mana maxfiy. Marhamat. Bemalol boshqa ishlardan распознать, ya'ni ushbu hujjatdagi barcha matnni qayta tekshiruv o'tkazish. Работа со страницами, ya'ni har bir varaq ustida alohida ish olib borishingiz mumkin bo'ladi. Bu nima degani? Ikkinchini mana joyini almashtirib qo'ysangiz bo'ladi bemalol. 2 bilan 3 mana. Qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni buni siz birinchi o'ringa qo'ymoqchisiz. Mana marhamat. Yoki-da amalni bekor qilmoqchi bo'lsangiz, Ctrl Z ni bossak bo'ldi, amal orqaga qaytadi. Yoki-da ortiqcha bo'lgan varaqni olib tashlash. Enter.
Marhamat. Enter. O'chdi. Qaytdi yana. Bemalol buni hech qanaqa nimasi ulучшить, ya'ni yaxshilash. Bemalol nima qilishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni to'g'rilab amallarni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Redaktirovание, ya'ni tahrir qilish. Mana shu joyini ko'pchilik o'ta maxfiy, faqat siz uchun o'rgatamiz deyshadi. Yo'q, aslo yo'q. O'ta maxfiy narsa emas bu. Mana bemalol yozuvda o'chirib tashlashingiz mumkin. Mana yozuv qo'shishingiz mumkin. Hattoki shriftni almashtirishingiz mumkin mana. Kartinka, ya'ni rasm joylashtirishingiz mumkin. Qolaversa faqatgina bu emas, so'rashlaringiz mumkin bo'ladi. Adobe Acrobat'da ham xuddi shunday funksiyalar bor edi-ku. Nima uchun aynan bundan foydalanishimiz zarur? Водяной знак mana birinchisi eng yaxshi taraflari. Parol qo'yib qo'ysak bo'ladi. Marhamat. Водяной знак, ya'ni sizda mana новый знак. Bu nima degani? Maxfiy hujjatlaringizda yoki o'quv qo'llanmalaringizda, kitoblaringizda, ishlanmalaringizda xohlamaysiz sizning fayllaringiz tarqatib ketilishini yoki ko'chirib olishlarini. Mana Digital Academy Sirdaryo. Xohlagan bu yerda shriftni tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. O'lchamini tanlashingiz, hattoki rangini tanlashingiz ham mumkin bo'ladi. Marhamat. Прозрачность 100%, mana yo'q degani, agar qanchalik yaqqol ko'rinib tursangiz, mana bunday holatda olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni avtomat har bir varaqda mana o'zi avtomat chiqarib qo'yadi. Bizga 50% kifoya qiladi mana. Orqasida turibdi. Hamma taraf qo'yish. Bu ancha qulay. Xo'p. Водяной знак dedik. Удалить водяной знак. Ya'ni o'chirib tashlashda ham imkoni bor. Mana bemalol. Agar o'zi avtomat qidiradi va topib o'chiradi. Siret o'chirib tashlash. Удалить данные. Ma'lumotlarni o'chirish ana. Biz shunchaki orqaga qaytamiz. Podpis ko'rib chiqdik uni. Endi mana dokument ya'ni hujjat. Hujjat qo'shishimiz, hujjatdan ma'lumot qidirishimiz mumkin yoki-da imzo qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi. Redaktirovanieni to'liq tushundik. Zashitani tushundik, redaktiv formani ham tushundik. Endi bevosita dasturning o'zini ochib ishlatib ko'ramiz. Yana qanaqa imkoniyatlari bor ekan? Yuqorida ko'rib chiqqanimizdek, faqatgina tahrirlash yoki boshqa narsa emas. Skanировать, ya'ni siz bemalol hujjatlarni skan qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Yana aytaylik, hujjatingiz bor va ushbu hujjatni siz skan qilmoqchi bo'lasiz. Ya'ni skaner trivodnomingiz bor, o'sha orqali siz ko'chirib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, biron bir hujjatni skan qilib, ya'ni tekshirib chiqib bemalol olishimiz mumkin bo'ladi. Bu uchun biz o'zimizda Digital Academy Sirdaryo sal teskari ko'rinyapti ekan, demak to'g'rilab o'tamiz. Hop, marhamat. Digital Academy Sirdaryo kitobimizni varoqlarini marhamat bolajonlarimiz qo'llanmani biron bir varoqni tanlab, uni hozir skan qilamiz. Yana o'z holatiga qaytarib qo'ydim. Demak, boshladik. Demak, skan qilamiz. Aytaylik. Yozuv ko'p joyda aytib ketdi. Skan qilaman. Skan apparatimizga joylashtirdik. Bemalol mana kitob chiqib turganligi uchun
majburmiz. Demak, skanerировать qaysi holatda? Skaner va PDF deymiz, tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng qurilmani tanlang deydi. Qaysi qurilma bizda 32 yillik turibdi? Okay. Uzr, ulanishning imkoni bo'lmadi deydi. Buni hozir biz to'g'rilaymiz. Mana to'g'rilab oldik. Muammolarimiz biz o'ylaganchalik qiyin emas ekan. Shunchaki elektr manbayiga ulanmagan ekan. Demak, boshladik. 32 yillik yana. Marhamat. Tayvan ikkita turibdi odatda. Yo, birinchisi yoki ikkinchisi mana. Marhamat. Ishlat. Skaner sitnoyga holatda olib kelamiz. Agarda ma'lumotimiz qo'yyordik, mana bu holatda ham turaversin. Ma'lumotimiz tiniqini, ya'ni bexato bo'lishini xohlasak, 600 dp ga, ya'ni skanerovat qilayotganda, skan qilayotgan paytda 600 dp ga ko'chirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu narsa juda ham sekin bo'ladi, aytib qo'yay, juda ham sekin skaner qiladi, lekin bexato. Ko'p holatlarda ya 300 yo 600. 300 holatda qoldiraveramiz biz. Skaner. Mana boshlandi. Videomiz juda ham uzun, o'shaning uchun YouTube platformasiga qo'yib boramiz. Buni Telegram kanallarimizga qo'yib boramiz. Faqatgina Instagramdagi obunachilarimiz xafa bo'lishmasin. Bu yoqqa ushbu uzun roliklarimizni joylashtira olmaymiz. Marhamat. Ana. Qiyinroq bo'lsa-da skan qildik mana. Okey, dokumentiga joylashtirdi. Bizning ikkinchi oynamizga ko'chirib o'tdi. Marhamat. Tahrirlashimiz mumkin, o'chirishimiz mumkin yoki-da internetda o'ynash uchun, fayllarni saqlash uchun taqdimot tayyorlaymiz. Mana bemalol skaner qiladigan bo'lsak bo'ladi. O'chib tashladik. Agarda bizga yana kerak bo'ladigan bo'lsa, новая задачani qo'yamiz. Yana skaner qilib ketaveramiz. Yoki ushbu joyga yana qo'shmoqchi bo'lsak, skanerni bossak, yana qo'shib ketaveradi. Marhamat. Demak, yana qandaydir savollaringiz qolgan bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz yoki talabalarimiz ushbu videoni ko'rib turgan bo'lsa, o'qituvchingizga, ya'ni mentoringizga to'g'ridan-to'g'ri ushbu savol bilan murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Digital Academy Sirdaryoga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin.